Assalomu alaykum. Efirda Hudud informatsion dasturining kechki soni. Studiyada Dilnoza Saidova. Yurtimiz hayotiga oid xabarlar, voqealar, yangiliklar, muxbirlarimiz reportajlarda. Demak, bugun dasturimizda o'z salomatligiga befarq bo'lmagan ayollar uchun tibbiy ko'rik. Tez tibbiy yordam mashinalari necha oylik tezkor? Namanganlik muxbirimizning shu mavzuga oid mushohadasi. Tezlikni xush ko'radiganlarni befarq qoldirmagan avtopoyga. Jizzaxda tashkil etilgan chempionat tafsilotlari. Shu va boshqa lavhalar dasturimizning bugungi sondan o'rin olgan. Xabaringiz bor, mamlakatimizda 2009-yildan beri Ayollar kengashi Respublika jamoat birlashmasi va boshqa hamkor tashkilotlar ko'magida turli xayriya aksiyalari o'tkazilib kelinmoqda. Loyiha doirasida joylarda o'zbek shifokorlari uchun bir qator mahorat darslari tashkil etilib, bepul tibbiy ko'riklar ham amalga oshirilmoqda. Ana shunday xayriya aksiyasining navbatdagisi Samarqand viloyatida tashkil etildi. Dilafroza Paqbertiyeva bolaligidan bichish, tikish, she'r yozishga qiziqishi baland. Hozirda 100 dan ziyod she'rlarni kichik to'plam sifatida chop etish arafasida. Yoshlik, bahor, muhabbat kabi mavzular qahramonimizning doimiy diqqat e'tiborida bo'lib, asosan ana shu mavzularda qalam tebratadi. Hayotning past va baland yo'llari, taqdir taqozosi, bolalikdagi baxtsiz hodisa sabab Dilafroza opa bugun nogironlik aravachasi yordamida harakatlanadi. Baxtli oila bekasi hisoblangan Dilafroza opa bugun turmush o'rtog'i bilan birgalikda she'rlar yozib, oiladagi har bir yumushni birgalikda bajarishadi. Uy ro'zg'or va ayrim sabablarga ko'ra Dilafroza opa tibbiy ko'rikdan o'tishga imkoniyati bo'lmas edi. Ayollar kengashi Respublika jamoat birlashmasining viloyat bo'limi hamda Samsuzini Plus klinikasining sog'lom va baxtli ayol aksiyasi u kishiga ayni muddao bo'ldi. Chunki aksiya Dilafroza opa istiqomat qiladigan Said mahallasida tashkil etildi. Ko'p ayollar singari tibbiy ko'rikdan o'tyapman. Tashkilotchilarga kattadan katta rahmat. Ko'krak bezi saratonini profilaktika qilish, barvaqt aniqlash va davolash maqsadida Ayollar kengashi Respublika jamoat birlashmasi tomonidan qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan butun respublikamiz miqyosida ayollarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish aksiyalari dunyoning yetakchi soha olimlari va shifokorlarining yurtimizga tashrif buyurib, ayollarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish borasidagi ishlari fikrimizning dalilidir. Ayollar kengashi Respublika jamoat birlashmasi Samarqand viloyat bo'limi hamda Samsuzini Plus tibbiy markazi tomonidan viloyat ayollar tibbiy ko'rikdan o'tkazish borasida navbatdagi ana shunday xayrli ishga qo'l urildi. Bu galgi tibbiy ko'rik shahardagi Said mahallasida tashkil etildi. Shu kuni mahalla ayollari ginekolog, mammolog, ruhshunos ko'rigi va o'zi tashxisidan o'tishdi. O'zbek ayollari endi odobi, shunaqa urf-odatlar bo'yicha tibbiy ko'rikdan uyalib turishgani uchun mana bizlar mahallaga chiqdik. Mahallalarda tibbiy ko'rikda qizlarimizni, voyaga yetmagan qizlarimizni, ko'pgina yosh kelinlarimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazishga maqsad qo'ydik. Bugungi kunda Samarqand shahridagi Said mahallasida 2250 kishi istiqomat qiladi. Shundan 60% ni ayollar tashkil etadi. Shu kuni tibbiy ko'rikka mahalladagi deyarli barcha ayollar ishtirok etishdi. Dilafroza opa ham tibbiy ko'rikdan o'tib, o'ziga zarur bo'lgan tibbiy maslahatlarni oldi. Tibbiy ko'rik davomida qahramonimizning sog'lomligi aniqlandi. Bu esa Dilafroza opa va u kishining turmush o'rtog'ini xursand etdi. Ana bugun bizlar Hayot uchun milliy uyushmasi tomonidan tashkil qilingan tibbiy ko'rikka qatnashib yaxshi natijalar oldik. Bu mahallada hamma ayollar kelib o'zlarini ko'rsatishdi. Undan keyin ham mana shunday tibbiy ko'riklarni tashkil qilish kerak. Boshqa mahallalarda ham har qaysi mahallaga shu narsani tashkil qilsa agar, bunda biz sut bezi, ko'krak bezi saraton kasalligini oldini olgan bo'lamiz. Shu kuni tekshiruvlar davomida ayollar kasallik va uning kelib chiqish sabablari haqida ma'lumotlar oldilar. Hamda ularga ko'krak bezini mustaqil tekshiruv bo'yicha ma'lumotlar tarqatildi. Hayot uchun milliy uyushmasi hamda Samsuzini Plus tibbiy markazining profilaktik tashxislar o'tkazishga qaratilgan tibbiy ko'riklari viloyatimizning qator tumanlarida ham o'tkaziladi. Fond forumning eng yorqin va esda qolarli loyihalaridan biriga aylanib ulgurgan Hayot uchun xayriya forum marafonining ishtirokchilari soni yildan yilga sezilarli darajada ortib bormoqda. Bundan tashqari loyiha doirasida o'tkaziladigan tadbirlar ham ko'payyapti. O'tgan yili marafon arafasida ilk marotaba o'zbek estrada va kino yulduzlari hamda Kelajak ovoz yoshlar tashabbuslari markazi faollari ishtirokida futbol o'yini tashkil etilgan edi. Yorqin shou tarzida o'tkazilgan hodisa bu yil ham bo'lib o'tadi. Hayot uchun xayriya futbol o'yini 25-aprel kuni Bunyodkor stadionida o'tkaziladi. Hozirda mazkur xayriya futbol o'yiniga jamoalar qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda.
Ular jismoniy tayyorgarliklarini kundan kunga yaxshilab, o'yinda qanday taktika qo'llashlarini ham belgilab olishmoqda. Yulduzlar jamoasi hamda kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi faollari bu gal o'tgan yilgidanda yaxshiroq va qiziqarliroq futbol o'yinini ko'rsatish maqsadidalar. Mashg'ulotlar jarayonida har ikkala jamoaning ishtirokchilari haqiqiy futbolchilarga xos harakatlarni amalga oshirishga intilishmoqda. Eslatib o'tamiz, hozirda joylarda Hayot uchun xayriya forum marafoni va xayriya futbol o'yinining viloyat bosqichlari bo'lib o'tyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda yurtimizda shoshilinch tez tibbiy yordam xizmatiga qarashli 850 ta tez tibbiy yordam mashinalari mavjud. Me'yoriy talablarga ko'ra esa har 15 ming aholiga bitta tez tibbiy yordam mashinalari to'g'ri kelishi maqsadga muvofiq ekan. Namanganlik muxbirimiz Umida Qo'shoqovaning navbatdagi lavhasi tez yordam mashinalarining nechog'lik tezkorligi haqida. Sirena tovushini eshitgan kishi qalbiga hadik soluvchi mana bu sanitar avtomashinasi va undagi tibbiyot xodimlari qaysidir hamyurtimizning dardiga darmon bo'lish uchun yo'lga otlandilar. Bunday chaqiruvlar viloyatda bir kunda 1,5 mingdan 2 mingtagacha yetadi. Shu sababmi keyingi paytlarda aholi ehtiyojini qondirish maqsadida 2011-yil prezidentimizning 1652-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 29-martdagi qarorlarida aynan tez tibbiy yordam faoliyatida aholiga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish borasida keng qamrovli islohotlar nazarda tutilib, bugun amalga joriy etilmoqda. Ayniqsa zamonaviy avtomashinalarda birinchi tez yordamning mavjudligi nafaqat shifokorlarga qulay, balki haydovchilarga ham anchayin yengillik tug'dirdi. Yumshoq, nihoyatda tezligi yaxshi, ilgariga qaraganda tez yetib boryapmiz xizmat ko'rsatishga. Albatta, sifatli tez tibbiy yordam ko'rsatish nafaqat avtomashinalarga bog'liq, balki bu mazkur sohada keng qamrovli tushuncha sanaladi. Masalan, Zarbdor mahalla fuqarolar yig'inidagi Yangi-ko'cha 6-uyda istiqomat qiluvchi Mahbuba opa Rizaliyevaning ham tez qon bosimi oshib turishi sabab 01 yordamiga ehtiyoji bor. Skori bir 10-15 minut, ba'zida 15-20 minut oralig'ida kelishadi. Shirin so'z, yaxshi muomalada bo'lishadi. Umuman olganda tez tibbiy yordam deganda shoxobchada xodimlar uchun shart-sharoitlar, dori-darmonlar ham nazarda tutiladi. Ro'yxatdagi dorilar har doim bo'lavermaydi-da bizlar. Nima sababdan bo'lmaydi ro'yxatdagi dorilar? Ablon berishsa, ta'minlanadi, keyin Hamshiraning aytishicha, chindan ham vositalar kam. Xo'sh, aslida bunday dorilar yetarlimi? Ular ro'yxatda qanchani tashkil etishi lozim? Bu savolga Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy-amaliy markazi Namangan filiali tez tibbiy yordam bo'limi mudiri Odiljon aka Norbutayev oydinlik kiritdilar. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan standart bo'yicha 76 xil dori-darmon bo'lishi kerak. 76 xil dori-darmonni 100% bo'lmasligi bu asosan shu moliya tomonidan ajratilgan mablag'lar yetarli emasligida deb o'ylayman. Mudir bilan suhbatlashish jarayonida biz tezlik masalasida, ya'ni bu sohada vaqtda mezon bormi degan fikrga ham to'xtaldik. Standart bo'yicha eng uzog'i bu faqat o'sha asab ruhiy kasalliklar brigadasida bo'lishi mumkin. Bularda viloyat bo'yicha bu bitta brigada bo'lganligi uchun, Namangan shahar bo'yicha bitta bo'lganligi uchun birinchi kasalni olib borib yotqizib, ikkinchi kasalga bo'shaguncha 1 soatdan o'tib ketishi mumkin. Shu kuni shaharning yana bir chekka hududi Sharshara mahallasidagi Sharq Yulduzi ko'chasida istiqomat qiluvchi G'ofurjon aka Mo'minov xonadonlarida bo'ldik. Xonadon sohibi 44 yildan ortiq ta'lim yo'nalishida mehnat qilib kelgan. G'ofurjon aka yoshing bir joyga borgach, tez tobing qochib turar ekanda, bahorni toliqish fasli deganicha ham bor deydi boshi aylanishidan holsizlanib. Qiz bola ota uchun mehribon emasmi? Tezda yordam ko'rsatishga oshiqdi Nilufar opa. Iltimos tezroq kelasizlar. Nilufar opa ha deganda tez yordam kelavermagach, yana betoqat raqamlarni terdi. Allo, tez yordammi? Mana biz Sharq Yulduzi ko'chasi 5-uyga chaqirganda 1 soat bo'libdi-ya, opa, shu yoqqacha jo'natmaysizlar-ya? Va nihoyat shifokorlar 2 soat deganda kirib keldilar. Mutaxassislar tomonidan G'ofurjon akaga holsizlanish, quvvatsizlik tashxisi qo'yilgach, ularni suhbatga tortib bezovta etgimiz kelmadi. Biroq soha xodimlarining shuncha vaqt ham kechikib kelishlari mumkinmikin? Ularning aytishicha, ayni mazkur xonadondan chaqiruv tushgan vaqtda Baliqchi ko'chasiga yo'l olishgan. Dorilar yetishmaganda ular kasbiy mahoratlaridan foydalanib, vaziyatdan qanday qilib chiqib ketarkinlar? Hech noqulay vaziyatga tushib qolgansizmi shu o'sha dori-darmon kerak bo'lgan bemoringizga topolmay aptekadan murojaat qilib olgan kunlaringiz ham bo'ladimi? Bo'ladi. Unaqa holatlar bo'ladi. Endi hamma dori ham sumkamizga yetarli bo'lmadi ba'zi bir holatlarda. Chunki bitta bir kunda 20 ta 30 tagacha chaqiriqqa boradigan holatlar ham bo'ladi-da. To'liq o'shanga yetarli darajada doim ham sumkamizda dorilar yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Toshtal opa bilan markazga bordikki, ayni paytda chindan ham chaqiruvlar ko'pligi sabab Mo'minovlar xonadoniga kechikib borganliklari asoslimikin deya. Biroq bu yerga kelganimizda avtomashinalar va guruhlar mavjudligi bois sezdikki, yuqoridagi keltirilgan sabab u qadar o'zini oqlamaydi. Mutaxassis sifatida agar
brigada bo'shagan bo'lsa, chaqiruvni qabul qilgan bo'lsa, Baliqchi ko'chadan o'sha Sharq Yulduzi ko'chagacha 6-7 minut yetib oladi. Bugun birgina Namangan shahrida 500 mingdan ortiq aholiga 145 nafar shifokor, 280 dan ortiq hamshira va kichik tibbiyot xodimlari 150 ta, 98 ta haydovchilar atigi 28 ta sanitar mashinalaridan foydalanadilar. Bu yana ayni damdagi 28 ta avtomashinalarga yana 12 ta zarur degani. Viloyat miqyosida umumiy aholi soni 2.459 mingni tashkil etgani va har bir 15 ming aholiga bitta sanitar mashinasi xizmat qilishi lozim bo'lsa, bu qanchaga to'g'ri kelishi mumkin? Viloyat miqyosida aytadigan bo'lsak, shu farmonga ko'ra 160 bitta mashina sanitar transport bo'lishi kerak, lekin hozirgi kunda 136 ta brigada xizmat ko'rsatadi. Tasvirga olish jarayonida tashrif buyurgan aksariyat shaxobchilarda ham ayni dori-darmon yetishmasligi va sanitar mashinalar bilan bog'liq holatlar, ya'ni avtomashinalarda bog'lanish uchun ratsiyalarning yo'qligi ham sohani biroz tezlik sur'atlariga ta'sir ko'rsatadi. Ratsiyalarda ahamiyati juda ham katta. Namangan shahar tez tibbiy yordam xizmatidagi ratsiyalarni hozirgi kunda eskirib o'sha yaroqsiz holatga kelib qolgan. Barcha o'z fikricha xulosa qilishga haqli, biroq aholining og'irini yengil qiluvchi mazkur sohani qoralash mutlaqo ishlamayapti degan fikrdan yiroqmiz. Aksincha, tez tibbiy yordam shaxobchilari faoliyatini yanada yaxshilash uchun mazkur lavhamiz bilan bir qadam tashlagan bo'lsak mamnunmiz. Chunki ular jamiyat uchun qanchalar suv va havodek zarur ekanliklarini qachonki bemor bo'lib ko'rganimizdagina his etamiz. Biroq hech qachon xasta bo'lmang deymiz. 12 aprel kuni Milliy san'at markazida bolalar modasi sohasida faoliyat yuritib kelayotgan mahoratli va yosh dizaynerlar o'zlarining kichkintoylarimizga mo'ljallangan yorqin va qiziqarli liboslar to'plamlarini namoyish etishadi. Fond forumning eng quvnoq loyihalaridan biri Bolajonlar Shirintoylar bolalar moda festivalining gala namoyishida 227 nafar jajji modellar dizaynerlarning san'at asarlari darajasidagi liboslarni kiyib sahnaga chiqishadi. Mazkur festival har yili Fond forum tomonidan Osiyo ramzi O'zbekiston dizaynerlari va modelyerlari assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda o'tkazib kelinmoqda. Loyiha yosh dizaynerlar tomonidan yaratilgan to'plamlardan bahramand bo'lish imkonini beradi. Bugungi kunda loyihaga tayyorgarlik avjida bo'lib, umumiy va alohida repetitsiyalar o'tkazilmoqda. Liboslar to'plamlari mamlakatimiz o'smirlari va kichkintoylarning turmush tarzi, dunyo qarashlari, kayfiyati va fe'l-atvorining turli jihatlarini o'zida jamlagan. Toshkent fotosuratlari uyida taniqli karikaturachi rassom Mahmud Eshonqulovning karikatura kuldiradi, kuydiradi deb nomlangan shaxsiy ko'rgazmasi ochildi. Unda rassomning 270 ta asari namoyish etildi. Siz odatda qanday kulasiz? Atrofingizdagilarga nisbatan hurmat yuzasidanmi yo dildan samimiy? Sababi kulguning mana shunday ikki xil turlari ham bor ekan. Holatlarni hisobga olmaganda albatta. Shunday rassomlar borki, asarlari orqali samimiy kulguni oldindan kafolat bera oladilar. Tanishing Mahmudjon Eshonqulov. Uning ishlariga matbuotda ko'p ko'zingiz tushgani aniq. Dunyo bo'yicha 100 ta buyuk karikaturachi rassomlarning ro'yxati esa allaqachon tuzib bo'lindi. Shunisi quvonarliki, mazkur ro'yxatda Mahmudjon akaning nomi alohida qayd etilgan. Shu yoshligimizdan shu yuragimizga joylashganmi bilmayman, rassomchilikka qiziqqanimdan keyin men shu karikatura sohasiga o'tdim-da. Men faqat karikatura bilan shug'ullanaman. Boshqa masalan tasvir san'ati boshqasi bilan shug'ullanmayman hozir. Qo'limdan keladi. Faqat mana shu men o'sha karikatura chizsam ham olaman. Karikatura chizib stolga o'tirganimdan keyin hamma narsani unutaman-da. Karikatura san'ati doimo dolzarb bo'lgan. U har qanday holatlarda tez javob bera oladigan va muammolarni obrazli o'zida namoyon etadigan noyob san'at turi hisoblanadi va e'tiborlisi unga tarjimonning siri hojati ham yo'q, chunki u shundoq ham hammaga tushunarli. Rassom shu kunga qadar respublikamiz va xorijiy mamlakatlarda o'tkazilgan 350 dan ortiq karikatura ko'rgazmalari, tanlov hamda festivallarda ishtirok etib 64 marotaba g'olib bo'lgan. Mahmud akaning tashqi ko'rinishining o'zi ham atrofdagilarga kayfiyat bag'ishlay oladi. Buni muallifning shaxsiy ko'rgazmasiga kelgan yaqinlari ham tasdiqlashdi. Chizgan rasmlarini bir necha yillardan buyon kuzatib boraman. Bugun Mahmudjon akamlarni o'zlari chizgan rasmlarini qayta ishlab, o'zlariga sovg'a etyapman ko'rgazmasiga. Karikatura har qanday insonni kulishga, fikrlashga majbur qiladi. Unda mavzu topishning o'zi bir jiddiy jarayon. Bunda albatta rassomdan ziyraklik, kuzatuvchanlik alohida talab etiladi. Bizda bilasizmi,
o'sha ko'chada yurganimizda ham boshqada ham biz endi biz o'sha dilimizda karikaturalash bo'lgandan keyin o'sha karikatura tomonidan qaraymiz. Masalan, bir haligidaqa ishlar noto'g'ri ish bo'lyapti. Illat bo'ldi, endi bir qandaydir bir birovni xafa qilyapti yoki odamlarni xafa qilyapti, bir sotuvchimi qandaydir bir noto'g'ri ish. Bittasi qiynayapti. Shu narsani karikatura ko'zi bilan qaraymizda. Uni to'g'ri chizsangiz kulgili chiqmaydi. Karikaturada bitta narsa bor. Bo'rttirish kerak. O'sha narsani biz bo'rttirib ko'rsatamizda. Yumor kishilar o'rtasida ezgulik, tinchlik va do'stlik g'oyalariga xizmat qiladi. Mana shunday maqsadda tashkil etilgan Mahmud Eshonqulovning karikatura kuldiradi, kuydiradi ko'rgazmasi Toshkent fotosuratlar uyida hali bir hafta davom etadi. Demak, sizda vaqt bor. Toshkent shahar Yunusobod tumanining 4-7 mavzelarida joylashgan sport majmuasi va yangi istirohat bog'ida bahor sayli tashkil etildi. Unda tuman aholisi, yoshlar, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlar va akademik litsey o'quvchilari, oliy ta'lim muassasasi talabalari o'rtasida milliy taomlar va liboslar hamda sport musobaqalari tashkil etildi. Tafsilotlar Nargiz Sobirova reportajida. Xalqimiz azal-azaldan bahor kelishi bilan turli sayllar, musobaqalar, varrak uchirish kabi tadbirlarni o'tkazib kelgan. Bunga sabab yoshlarni ona tabiat, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash hamda ularning ma'naviy ongini boyitishdir. Yunusobod tumanining 4-7 mavzelarida joylashgan sport majmuasi va yangi istirohat bog'ida ko'pdan beri kutilgan bahor sayli tashkil etildi. Tuman aholisi va bolajonlar uchun istirohat bog'ida boshlangan konsert dasturi milliy taomlar va liboslar ko'rgazmasiga ulanib ketdi. Zamonaviy kiyimlarning milliy uyg'unlikda yaratilgan ko'rinishlari, turli to'garak a'zolarining qo'l mehnatlari bilan yasalgan asarlari namoyishi ham bir maydonda tashkil etildi. Men o'ylaymanki, bu tadbirlar davom etadi. Ya'ni yoshlar o'zi 5000 dan ortiq voyaga yetmagan yoshlar o'zi tuman miqyosida o'qishni, ta'lim olayotgan bo'lsa, ular uchun barcha imkoniyatlar hozirgi kunda mavjud. Yoshlar o'zlarining kelajakda shu mamlakatning poydevori bo'lib, ulg'ayib komil inson bo'lishi uchun barcha sharoitlar davlat tomonidan yaratilgan. Shuningdek, Tatar Boshqirt baynalminal markazi a'zolari va hunarmandlari tomonidan tayyorlangan ko'rgazmali chiqishlar aholida katta qiziqish uyg'otdi. Barcha Tatar Boshqirt millatidagi xos bo'lgan urf-odatlarimizni shu yerda namoyon qilyapmiz. Bundan juda xursandmiz. Yagona oilada biz keng huquqli bo'lib, o'zimizni urf-odatlarimizni saqlab qolyapmiz. Shunga imkoniyat bergan odamlarga juda katta rahmatimiz bor. Azaliy va badiiy qadriyatlarimizdan sanalgan varrak uchirish marosimi ham shu kunda barcha yosh va qarini o'ziga jalb qildi. Musaffo osmonimizda uchirilgan 100 ga yaqin varraklar tumanda joylashgan maktab o'quvchilari tomonidan yasaldi. 7-sinf o'quvchisi Ravshan Mo'minovning varragi eng baland va uzoq uchganligi bilan musobaqada 1-o'ringa sazovor deb topildi. Bu maydon chetlari mashina yo'lga chiqib ketmasligi uchun chetlar bilan o'ralgan va juda go'zal va ham ochuvligiga shamol yaxshi bo'lib turadi. Shunisi bilan varrak uchirishga qulay. Varrak uchirishni sir asrorlari bilan gashti boshqacha bo'ladi. Varrakni uchirgandan keyin odam qarab turishi kerak varrakni. Qanaqa uchyapti, yomon uchayotgan bo'lsa, sog'ib turishi kerak. Ushbu xalq sayli davomida ommaviy sport turlaridan mini futbol, basketbol, katta tennis, stol tennisi bo'yicha 12 ta o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarning o'quvchi yoshlari sovrinli o'rinlar uchun bellashdilar. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti qoshidagi 1-sonli akademik litsey o'quvchisi Madina Yo'ldoshev va katta tennis musobaqasida g'oliblik uchun munosib kurashdi. Birinchi o'rinda bu sog'liq uchun, o'zim sog'lig'im uchun, keyin odam o'zi barkamol bo'lishi kerak, chunki biz yosh avlod kelajagimiz, bu meni kelajagimdagi orzularim, niyatlarimga erishish uchun menga bu narsa yordam beradi. Maqsadim bo'lib qoladi shu narsa. 210 kvadrat metr maydonni egallagan bu hududdan bir barakayga 5 ta sport majmuasi o'rin egallagan. Bu yerda yoshlar o'zlari yoqtirgan sport turlari bilan muntazam shug'ullanishlari mumkin. Shuningdek, zamonaviy uslubda barpo etilgan bu majmuada ular turli musobaqalarda ham qatnashadi. Bahor saylida Yunusobod tumanining 3000 ga yaqin aholi va yoshlari ishtirok etdi. Eng muhimi, asrlar mobaynida shakllangan avloddan avlodga bebaho meros sifatida o'tib kelayotgan urf-odat, marosim va bayramlar ham milliy mafkuraning asosiy g'oyalarini singdirishda muhim omil bo'ladi.
O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Jizzax viloyat kengashi va Milliy avtomobillar federatsiyasi tashabbusi bilan viloyatning Navro'z Buloq trassasida O'zbekiston chempionati birinchi bosqich bahslari bo'lib o'tdi. Sportning texnik va amaliy turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqada mezbonlardan tashqari Toshkent, Namangan, Qashqadaryo, Buxoro va samarqandlik sportchilar o'zaro bahs olib borishdi. Mazkur musobaqada 30 nafarga yaqin sportchilar o'z omadlarini sinovdan o'tkazishdi. 2 kun davom etgan bellashuvlarda mahoratli sportchilar 4 yo'nalishdagi avtomobillarda o'zaro kuch sinashdilar. Tuni bilan yoqqan yomg'ir natijasida trassa biroz qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Bu ob-havoga bizni moslashmasdan kelganimiz uchun sal mashinamiz ozgincha pam berdi. Raqiblar hammasi o'ziga yarasha kuchli, juda mana ob-havo og'ir kelganligi uchun yomg'ir trassada yomg'ir bo'lganligi uchun hamma loy va o'shaning uchun hammamizga bir xilda sharoit bo'ldi trassa bo'yicha. Jizzax shahridagi Navro'z Buloq trassasida sportning texnik va amaliy turi bo'yicha o'tkazilgan O'zbekiston chempionatining birinchi bosqich bahslarida Toshkent shahri, Namangan, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand va mezbonlar Jizzax viloyat avtopoygachilaridan tashkil topgan 7 ta jamoa ishtirok etdi. Sportchidan nafaqat mahoratni, balki jasoratni talab etadigan avtopoygada Jizzaxlik Odilevlar sulolasi nom qozongan. Ana shu sulolaning a'zosi hisoblanmish Bekzod Odilov ham bir qator musobaqalarda zafar quchgan barchamizga ma'lum. Milliy rusumdagi avtomobillar bo'yicha bellashgan Bekzod bu galgi musobaqada ham g'oliblik uchun astoydil kurash olib bordi va yakunda marra chizig'ini birinchi bo'lib bosib o'tdi. Nexia yo'nalishi bo'yicha ikkita zayezdida birinchi o'rinda kelib, O'zbekiston chempionatining birinchi bosqichini g'olibi bo'ldim. Albatta qiyinchilik bo'ldi. Ertalabki yomg'ir sababli trassamiz ancha qiyinlashdi. Yurish, haydash. Yakuniy natijalarga ko'ra Jizzaxlik sportchilar 357 ochko jamg'arib birinchi o'ringa sazovor bo'lishdi. 329 ochko jamg'argan Samarqand viloyati ikkinchi, Toshkent shahri poygachilari 205 ochko bilan kuchli uchlikni yakunlab qo'yishdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, O'zbekiston chempionatining ikkinchi bosqich bahslari joriy yilning dekabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Barcha musobaqalarda bo'lgani kabi ushbu turnirda ham g'olib va sovrindorlar maxsus diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bu so'nggi lavha edi. Endi esa navbat ob-havo ma'lumotiga NTT oilaviy telekanalidan uzoqlashmang. Men esa xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Unutmang, biz doimo odamlar orasidamiz. Ko'rishguncha.